Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz sizning moliyaviy hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan, ayniqsa bank kartasiga pensiya oluvchi har bir insonni tashvishga soladigan juda muhim mavzuga bag'ishlangan. Siz pensiya olish tartibi o'zgargani haqida eshitdingizmi? Yangi cheklovlar kuchga kirmoqda va bu sizning pulingizni boshqarish usulini tubdan o'zgartirishi mumkin. Agar siz pensiyani bank kartangizga qabul qilsangiz, ushbu video siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men sizga hozirda nimalar sodir bo'layotganini, qanday o'zgarishlar kutilayotganini va bu o'zgarishlar sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishini to'liq tushuntirib beraman. Videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling, chunki har bir ma'lumot siz uchun qimmatlidir. Hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotni ko'proq odamlar ko'rishi va xabardor bo'lishi uchun yordam beradi. Hurmatli do'stlar, keling avvalo vaziyatni tushunib olaylik. Ilgari pensiya olish tizimi nisbatan sodda va an'anaviy edi. Pensiyalar asosan pochta orqali yoki bank kassalari orqali naqd pulda tarqatilar edi. Keyinchalik zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan aksariyat nafaqaxo'rlar uchun bank kartasiga pensiya olish imkoniyati yaratildi. Bu qulay edi, chunki odamlar bankka yoki pochtaga borish uchun vaqt sarflashmas. Pulni istalgan bankomatdan yechib olish yoki to'lov terminallari orqali xaridlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu tizim ko'p yillar davomida muvaffaqiyatli ishladi. Moliyaviy oqimlarni shaffofroq qildi va pensionerlarning kundalik hayotini sezilarli darajada osonlashtirdi. Kartadan naqd pul yechishda yoki savdo do'konlarida to'lov qilishda deyarli hech qanday cheklovlar yo'q edi. Odamlar o'z pensiya pullarini to'liq o'z xohishlariga ko'ra hech qanday qo'shimcha savollarsiz tasarruf etishi mumkin edi. Ammo hozir vaziyat o'zgarmoqda. Jamiyatimizda moliyaviy intizomni kuchaytirish, pullarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish va shaffoflikni oshirish maqsadida hukumat tomonidan bir qator yangi qoidalar va cheklovlar joriy etilmoqda. Bu o'zgarishlar asosan bank kartalariga kelib tushadigan pensiya mablag'larini nazorat qilish mexanizmlarini kuchaytirishga qaratilgan. Kimdir bu o'zgarishlarni keraksiz byurokratiya deb hisoblashi mumkin. Ammo mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, bunday choralar mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash, moliyaviy jinoyatlarning oldini olish va eng muhimi, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga ajratilgan mablag'larning o'z egasiga aniq yetib borishini ta'minlash uchun zarurdir. Endi nafaqaxo'rlar pensiya kartalari orqali amalga oshiriladigan ba'zi operatsiyalar uchun qo'shimcha cheklovlarga duch kelishlari mumkin. Bu cheklovlar faqat sizni nazorat qilish uchun emas, balki bank tizimining xavfsizligini oshirish va barchamiz uchun yanada ishonchli moliyaviy muhit yaratishga qaratilganini tushunish muhim. Keyingi qismlarda aynan qanday cheklovlar kutilayotganini va ular kimga ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Endi keling bugungi videomizning eng asosiy qismiga o'tamiz. Ya'ni yangi cheklovlar nimalarni o'z ichiga oladi, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar uchun hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bu qismni juda diqqat bilan tinglashingizni so'rayman, chunki har bir tafsilot muhimdir. Birinchi va eng muhim o'zgarishlardan biri bu asterisk naqd pul yechib olishdagi cheklovlarning kiritilishi haqdir. Ilgari pensiya kartasidan istalgan miqdordagi naqd pulni bir kunda bir necha marta muammosiz yechib olish mumkin edi. Endilikda ma'lum bir miqdordan yuqori bo'lgan yirik naqd pul operatsiyalari uchun qo'shimcha tekshiruvlar joriy etilishi mumkin. Masalan, bir oy ichida deylik 5 million so'mdan ortiq pulni naqdlashtirishda bank tizimi sizdan bu mablag'larning nima maqsadda ishlatilayotganligi haqida ma'lumot so'rashi mumkin. Bu pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olishga qaratilgan choradir. Oddiy pensiya oluvchi oylik pensiyasini doimiy ehtiyojlar uchun sarflasa bu deyarli sezilmaydi. Ammo pensiya kartasiga boshqa manbalardan katta pullarni qabul qilib, ularni tez-tez naqdlashtirganlar uchun bank tushuntirish talab qilishi mumkin. Misol uchun, tasavvur qiling, 7 yoshli Gulnor aya har oy 1 million so'm pensiya oladi. U bu pulning 1 millionini oziq-ovqat va dori-darmonga sarflaydi. Qolgan 500 ming so'mini bankomatdan yechib oladi. Gulnor aya uchun hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, chunki uning operatsiyalari oddiy ehtiyojlar doirasida. Ammo agar Gulnor ayaning bank kartasiga kutilmaganda, masalan, farzandi chet eldan 1 million so'm pul o'tkazsa va Gulnor aya bu pulni bir kunda to'liq naqdlashtirmoqchi bo'lsa, bank sizdan bu operatsiyaning sababini so'rashi mumkin. Bu holatda Gulnor aya
o'z farzandi tomonidan pul o'tkazilganligini tasdiqlovchi hujjat yoki oddiygina og'zaki tushuntirish berishi bilan muammo hal bo'ladi. Ikkinchi o'zgarish boshqa hisob raqamlariga pul o'tkazishda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan cheklovlar bilan bog'liq. Ilgari siz pensiya kartangizdan bemalol boshqa shaxsning kartasiga pul o'tkazishingiz mumkin edi. Endilikda agar siz pensiya kartangizdan tez-tez, ayniqsa kattaroq miqdordagi pullarni noma'lum shaxslarning hisob raqamlariga o'tkazsangiz, bu bankda shubha uyg'otishi mumkin. Bu firibgarlik holatlarini oldini olishga qaratilgan. Masalan, 65 yoshli Ahmad aka har oy 2 million so'm pensiya oladi. U doimiy ravishda nabirasi Shahzodaga o'qish xarajatlari uchun 500 ming so'm o'tkazib turadi. Bu odatiy operatsiya bo'lgani uchun hech qanday muammo tug'dirmaydi. Ammo agar Ahmad akaga notanish odam qo'ng'iroq qilib, o'zini bank xodimi deb tanishtirib, go'yoki katta pul yutug'ini berishini aytib, buning uchun uning kartasidan ma'lum bir hisobga 1 million so'm o'tkazishni so'rasa va Ahmad aka bu pulni o'tkazsa, bu operatsiya bank xavfsizlik tizimi tomonidan shubhali deb baholanishi mumkin. Bunday holatlarda bank darhol siz bilan bog'lanib, operatsiyaning haqiqiy maqsadini so'rashi yoki hatto uni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Bu faqat sizni firibgarlikdan himoya qilish uchun qilinadi. Uchinchi muhim jihat bu astirish pensiya kartalarining faoliyatini monitoring qilishning kuchaytirilishi. Bu nima degani? Endilikda banklar tegishli moliyaviy muassasalar sizning pensiya kartangizdagi kirim va chiqim operatsiyalarini avvalgidan ko'ra sinchkovroq kuzatib borishi mumkin. Agar pensiya kartangizga doimiy ravishda pensiya to'lovlaridan tashqari katta miqdordagi tasodifiy kelib tushadigan pullar bo'lsa, bu ham e'tiborga olinishi mumkin. Misol uchun, 75 yoshli Dilobar opa oyiga 50 million so'm pensiya oladi. U kartasidan faqat kundalik xaridlar va kommunal to'lovlarni amalga oshiradi. Uning kartasida hech qanday g'ayrioddiy harakatlar kuzatilmaydi. Shuning uchun Dilobar opa uchun hech qanday muammo yo'q. Ammo agar deylik, Dilobar opaning kartasiga har oy 2-3 marta ertalab 3 million so'm, kechqurun 2 million so'm kabi miqdorlarda pullar kelib tushib, darhol boshqa kartalarga o'tkazilsa yoki naqdlashtirilsa, bu bank tizimi uchun shubhali holat bo'ladi. Bunday holatlar ko'pincha noqonuniy tadbirkorlik, soliqdan qochish yoki boshqa moliyaviy sxemalarda pensiya kartalaridan foydalanishga urinishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu holatda bank sizdan tushuntirish talab qilishi va hatto bu pullarning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashi mumkin. Agar sizning pensiya kartangiz faqat pensiya olish va kundalik ehtiyojlar uchun ishlatilsa, sizga xavotirlanishga hojat yo'q. 4-cheklov esa uzoq vaqt davomida faol bo'lmagan pensiya kartalariga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensiya kartangizni uzoq vaqt davomida, masalan 6 oydan ortiq hech qanday operatsiya, ya'ni naqd pul yechish, to'lov qilish yoki pul o'tkazish uchun ishlatmasangiz, bank uni suzuvchi hisob deb hisoblashi mumkin. Bunday hollarda bank kartaning faoliyatini vaqtincha to'xtatib qo'yishi va uni qayta faollashtirish uchun sizdan shaxsan bankka tashrif buyurib, o'z shaxsingizni tasdiqlashingizni talab qilishi mumkin. Bu keksaygan kishilarning kartalaridan firibgarlar foydalanishining oldini olish yoki vafot etgan shaxslarning pensiyalarini noto'g'ri o'zlashtirilishining oldini olish maqsadida qilinadi. Misol uchun, 90 yoshli bobo Sobir pensiyasini asosan o'g'lining kartasiga o'tkazib, keyin u orqali sarflardi. Uning o'z pensiya kartasi keks oy davomida hech ishlatilmadi. Shu sababli bank avtomatik tarzda uning kartasini to'xtatib qo'ydi. Sobir bobo bank o'g'li bilan borib shaxsini tasdiqlagandan so'ng kartasi qayta faollashdi. Bank har doim sizning haqqoniy ishlaringizga yordam berishga tayyor. Faqatgina ma'lumotlarni aniqlashtirishni talab qiladi. Kim xavotirlanishi kerak? Asosan pensiya kartasini moliyaviy operatsiyalar uchun vosita sifatida ishlatadigan, ya'ni pensiya mablag'laridan tashqari pullar qabul qilib, ularni tez-tez naqdlashtiradigan yoki boshqa hisoblarga o'tkazadigan shaxslar. Shuningdek, uzoq vaqt kartasini ishlatmaydiganlar ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Kim xavotirlanishi shart emas, aksariyat pensionerlar. Agar siz pensiya kartangizni faqat pensiya mablag'larini olish, kundalik ehtiyojlar uchun xaridlarni amalga oshirish, kommunal to'lovlarni to'lash yoki kichik miqdorda naqd pul yechib olish uchun ishlatsangiz, bu o'zgarishlar sizga deyarli ta'sir qilmaydi. Siz o'z xarajatlaringizni avvalgidek amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu cheklovlar asosan tizimning xavfsizligini oshirish va noqonuniy harakatlarning oldini olishga
qaratilganini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlar haqida gaplashamiz. Bu ham juda muhim. Chunki har qanday qoidada istisnolar bo'lishi mumkin. Birinchi istisno asarish ijtimoiy yordam va bir martalik to'lovlar bilan bog'liq. Ba'zida hukumat yoki xayriya jamg'armalari tomonidan pensionerlarga qo'shimcha bir martalik ijtimoiy yordam pullari ajratilishi mumkin. Bunday to'lovlar odatda maxsus qarorlar asosida amalga oshiriladi va ularga yuqorida aytib o'tilgan monitoring qoidalari to'g'ridan-to'g'ri qo'llanilmasligi mumkin. Masalan, agar sizning pensiya kartangizga Ramazon hayiti yoki Navro'z bayrami munosabati bilan hukumat tomonidan 500 ming so'm miqdorida bir martalik pul yordami kelib tursa, bu summani yechib olishda yoki sarflashda qo'shimcha savollar tug'ilmaydi. Chunki bu pulning kelib chiqishi aniq va qonuniy asosga ega. Shuningdek, agar sizning nogironlik nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy nafaqangiz pensiya bilan birga bir kartaga kelib tushsa, bu ham odatiy holat hisoblanadi va hech qanday cheklovlar qo'llanilmaydi. Bu mablag'lar ijtimoiy himoya tizimi doirasida taqdim etilganligi sababli banklar ularga alohida e'tibor bilan yondashadi. Ikkinchi nozik jihat ochiq meros yoki sug'urta to'lovlari yuqtir. Tasavvur qiling, sizning nomingizga katta miqdorda meros puli yoki sug'urta to'lovi kelib tushdi. Bu pul albatta juda katta miqdorni tashkil qilishi mumkin. Masalan, avvalo million so'm yoki undan ko'proq. Agar bu pul sizning pensiya kartangizga kelib tushsa, bank albatta bu operatsiyaga e'tibor qaratadi. Ammo bu holatda sizda pulning kelib chiqishini tasdiqlovchi qonuniy hujjatlar bo'ladi. Notarius tomonidan tasdiqlangan meros guvohnomasi yoki sug'urta kompaniyasi tomonidan berilgan to'lov hujjati. Bu hujjatlarni taqdim etishingiz bilan sizning kartangizga kelib tushgan bu mablag'lar to'liq qonuniy deb hisoblanadi va siz ularni hech qanday muammosiz tasarruf etishingiz mumkin. Bu yerda asosiy narsa shaffoflik va hujjatli isbotning mavjudligidir. Uchinchi muhim nuans asos chegaradosh hududlarda yashovchi pensionerlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda chegaradosh hududlarda bankomat yoki to'lov terminallari yetarlicha rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari pensionerlarga o'z pensiyalarini olishning muqobil usullarini, masalan, mobil kassalar orqali naqd pulda olish imkoniyatini saqlab qolishi mumkin. Bu hududlardagi cheklovlar biroz yumshoqroq bo'lishi yoki ayrim operatsiyalar uchun maxsus ruxsatnomalar berilishi mumkin. Agar siz shunday hududda yashasangiz, o'z mahalliy hokimiyat organingiz yoki Xalq bankining eng yaqin filialiga murojaat qilib, aniq ma'lumot olishingizni tavsiya qilaman. 4-chi e'tibor beriladigan joy bu astish pensiya kartasiga boshqa oila a'zolaridan o'tkaziladigan muntazam yordam pullari. Agar sizning farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringiz sizga muntazam ravishda kichik yoki o'rtacha miqdorda moddiy yordam puli o'tkazib tursalar va bu o'tkazmalar doimiy xarakterga ega bo'lsa, bu ham shubhali operatsiya hisoblanmaydi. Bank tizimlari odatda yaqin qarindoshlar o'rtasidagi odatiy moliyaviy yordamni tushunishadi. Biroq agar sizning kartangizga notanish shaxslardan tez-tez va katta miqdorda pul o'tkazmalari kelib tushsa, ayniqsa ularning maqsadi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, bu holatda bank sizdan izoh talab qilishi mumkin. Masalan, chet elda ishlaydigan o'g'lingiz har oy sizga 3 million so'm o'tkazib tursa, bu odatiy hol. Lekin umuman tanimagan odamdan har hafta 5 million so'mdan kelib turgan bo'lsa, bu albatta savol tug'diradi. Eng katta xavf ostida bo'lgan holatlardan biri bu astres pensiya kartalaridan tadbirkorlik maqsadlarida foydalanishga urinishlardir. Pensiya kartasi ijtimoiy to'lovlar uchun mo'ljallangan bo'lib, u tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun yaratilgan emas. Agar siz pensiya kartangiz orqali savdo-sotiq operatsiyalari, xizmat ko'rsatishdan tushgan pullarni qabul qilsangiz yoki boshqa biznes bilan bog'liq faoliyatni amalga oshirsangiz, bu juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Banklar va soliq organlari bunday harakatlarni aniqlab, sizga nisbatan qonunchilikda belgilangan choralar, jumladan jarimalar qo'llashi mumkin. Bunday pullar soliqqa tortilishi kerak bo'lgan daromad sifatida baholanadi va siz soliq majburiyatlaringizni bajarmagan hisoblanasiz. Shuning uchun agar siz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, alohida tadbirkorlik bank hisob raqami ochishingiz shart. Pensiya kartasini biznes uchun ishlatishdan qat'iyan saqlaning. Bu nafaqat cheklovlarga, balki jiddiy yuridik oqibatlarga ham olib kelishi mumkin.
Ushbu nozik jihatlar va istisnolarni bilish sizga yangi qoidalarga osonlik bilan moslashishga yordam beradi. Esingizda bo'lsin, banklar sizning mablag'laringiz xavfsizligini ta'minlash va qonunbuzarliklarni oldini olish uchun ishlaydi. Shuning uchun har doim shaffof bo'ling va zarur hujjatlarni qo'lingizda saqlang. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz, ya'ni amaliy maslahatlar va siz qanday qadamlar qo'yishingiz kerak. Sizni tashvishga solgan savollarga aniq javoblar berishga harakat qilaman. Birinchi va eng muhim maslahat. Asterisk pensiya kartangizni faqat pensiya va unga bog'liq ijtimoiy to'lovlarni olish hamda shaxsiy ehtiyojlaringizni qondirish uchun ishlating. Agar siz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansangiz, darhol alohida bank hisob raqami oching va barcha biznes operatsiyalaringizni shu hisob orqali amalga oshiring. Pensiya kartasini biznes maqsadlarida ishlatishdan qat'iyan saqlaning. Bu sizni kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolardan, jumladan soliq inspeksiyasi tomonidan jarimalar va kartaning bloklanishidan asraydi. Ikkinchi maslahat. Asosiy katta miqdordagi naqd pul operatsiyalarini amalga oshirishdan oldin bank bilan maslahatlashing. Agar siz birdaniga katta miqdordagi pulni, masalan, bir nechta oylik pensiyangizga teng miqdorni yechib olmoqchi bo'lsangiz yoki kimgadir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, avvalo o'z xizmatingizni ko'rsatuvchi bankka qo'ng'iroq qiling yoki uning filialiga tashrif buyuring. Ular sizga operatsiya qanday tartibda amalga oshirilishini tushuntirib berishadi va ehtimol sizdan qo'shimcha ma'lumot yoki hujjat talab qilishlari mumkin. Oldindan ogohlantirish sizni kutilmagan vaziyatlardan xalos qiladi va operatsiyaning muammosi o'tishini ta'minlaydi. Uchinchi maslahat, hujjatlaringizni tartibda saqlang. Agar sizning pensiya kartangizga pensiyadan tashqari boshqa manbalardan katta miqdorda pul kelib tushsa, masalan, meros, mol-mulk sotishdan tushgan pul, yirik hadyalar. Bu pullarning qonuniy kelib chiqishini tasdiqlovchi barcha hujjatlarni qo'lingizda saqlang. Bular meros guvohnomalari, oldi-sotdi shartnomalari, bank o'tkazmalari, kvitansiyalari, yuridik kelishuvlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Bank sizdan bu hujjatlarni so'ragan taqdirda ularni taqdim eta olishingiz juda muhim. Bu shaffoflikni ta'minlaydi va har qanday shubhaga o'rin qoldirmaydi. To'rtinchi maslahat, pensiya kartangizning faolligini kuzatib boring. Agar siz kartangizdan uzoq vaqt foydalanmasangiz, har 3-4 oyda kamida bir marta uning hisobini tekshiring, kichik miqdordagi xarid qiling yoki hisobingizdan minimal miqdorda pul yechib oling. Bu sizning kartangizning faol ekanligini ko'rsatadi va bank uni bloklab qo'yishining oldini oladi. Agar karta bloklansa, uni qayta faollashtirish uchun bankka borishingizga to'g'ri keladi. Bu esa ortiqcha vaqt va harakat talab qiladi. 5-maslahat, asliq shubhali qo'ng'iroqlarga va xabarlarga e'tibor bermang. Hech qachon o'z kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, CVV, CVC kodini va SMS orqali keladigan tasdiqlash kodlarini begona shaxslarga aytmang. Bank xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq yoki xabar kelsa, darhol bankning ishonch telefoniga murojaat qiling va vaziyatni aniqlashtiring. Bu sizni firibgarlikdan himoya qiladi. 6-maslahat, bankingizning rasmiy sayti va mobil ilovalardan foydalanishni o'rganing. Zamonaviy texnologiyalar pensiya mablag'laringizni boshqarishni ancha osonlashtiradi. Bankning mobil ilovasi orqali siz o'z hisobingizni nazorat qilishingiz, to'lovlarni amalga oshirishingiz va kartangizdagi harakatlarni kuzatishingiz mumkin. Agar siz bunga qiynalsangiz, farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Bu sizga moliyaviy oqimlaringizni nazorat qilishda mustaqil bo'lishga yordam beradi. Qisqacha aytganda, yangi qoidalar sizni qo'rqitmasligi kerak. Ularni tushunish va to'g'ri amal qilish orqali siz pensiya pullarining muammosini boshqarishda davom etishingiz mumkin. Shaffoflik, ehtiyotkorlik va bank bilan doimiy aloqada bo'lish eng yaxshi yechimdir. Xulosa qilib aytganda, hurmatli do'stlar, bugun biz pensiyani bank kartasiga oluvchi barcha uchun muhim bo'lgan yangi cheklovlar va ularning nozik jihatlari haqida batafsil gaplashdik. Aslida bu o'zgarishlar sizning pulingizni himoya qilishga, moliyaviy tizimda shaffoflikni oshirishga va firibgarliklarning oldini olishga qaratilganini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Agar siz faqat pensiyangizni shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlatayotgan bo'lsangiz, bu cheklovlar sizga deyarli ta'sir qilmaydi. Ammo agar kartangiz orqali katta va noodatiy operatsiyalarni amalga oshirsangiz, bank bilan aloqada bo'ling va barcha hujjatlarni tartibda saqlang. Umid qilamanki,
Ushbu video sizning barcha savollaringizga javob berdi va kelajakdagi moliyaviy operatsiyalaringizni rejalashtirishda yordam beradi. Sizning bu boradagi fikrlaringiz biz uchun juda qiziq. Siz ushbu yangi cheklovlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? O'z fikr mulohazalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Ularni o'qib, boshqa tomoshabinlar bilan birga muhokama qilishdan xursand bo'lamiz. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling, toki kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligingizni ta'minlaylik. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.